Baxtli bo'ling. Qo'raqachalik bo'ling. Kuyovingiz aytganini qiling. Dahshat qiz ekan bu. Ko'z temasini opacha kuyovingiz aytganini qiling deyapti. Ko'z temasin. Iloyim, opachingiz nechta farzandi bo'lsin? 14. 14? O'zinglar bilasiz. Zo'r qiz ekan. Mazza qilib bugun to'yda shunaqa mazza qilib o'yinga tushdi bu qiz. Baraka topsin. Katta qiz bo'ling, baxtli bo'ling iloyim, taxtli bo'ling. Sizni to'yingiz qachon? Ertaga. Вот это indesovul. Haqiqatan indesovul. Zo'r qiz, bitta hammasini o'ziga yarasha bir gap so'zi chiqar ekan. Ko'z tegmasin. Siz qaysi tomondansiz? Kelin tomonmi, kuyov tomonmi? Ko'cha tomon. Astagfirullah. Kurtoylardanmi deyman a? Ko'cha tomon. Ko'cha bo'lsa boshqacha gaplashamiz, buni qilib turing. Bemalol turing. Maya qaragini o'tsam, nima deng, xo'pmi? Maya qaragini, nima? Nima? Bu obrazga kirish qarang. Otingiz ayt. Oting nima sani? Oting? Zilola. Oh. Isming-chi? Zilola. Yes, ko'chani paniyatkasi joyida. Oh, nechinchi sinfda o'qiyapsiz? Birinchi. Oh, gap yo'q, birinchi sinf. Qani, beroq keling, siz ham beroq keling. Siz nechinchi sinfda o'qiyapsiz? Bu nechinchi sinfda? 3mi? Bu yoqqa keling, aqlingizni sinaymiz. Bu yoqqa keling. Aqlingizni sinaymiz, yonimda turing. 8 kara nechi? 8 kara 1. O'zim ham bilmayman. Lekin qarab turing. Mana ko'cha tomonga qarab turing. Любой savolga sira javob beradi. 7 kara nechi? 16. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi, noto'g'rimi ni farq qo'ydi. Zato javob bor. Bir haftada necha kun bor? 4 kun. To'ppa-to'g'ri. Ko'chadagilar bir haftalik 4 kunda qilib qo'ygan. Mana kattaroqdan so'raymiz. Bir haftada necha kun bor? Bir haftada 7 kun. Voy, 7 kun ekan. Siz bo'lsa 4 kun dedingiz. O'sha hafta kunlarini bir chekkadan sanab bering. 1, 2, 3, 4. Sanasham dahshat. Mana siz sanab bering. Dushanbadan boshlab sanang, o'rganing. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Qarsagilar namilar zo'r sanab. O'zi qiz bola shunaqa 3-sinfdan keyin shunaqa qilib kun sanaydi turmushga chiqdi. Sanavering chiroyli sanadingiz. Mana bular sanadi dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Shu sanagan kunlardan uydagilaringiz, dadingiz bilan onangiz qaysi kunni ko'proq yaxshi ko'rishadi? Payshanba. Вот это indesovul. Nimaga yaxshi ko'rishadi? Oshimiz. Sizlar bo'lsa oshimiz deysiz. Nima payshanba? Allohning har bir kuni muqaddas. Payshanba nima? Jumaga tayyorgarlik xolos. Zo'r qiz ekansiz, ko'z tegmasin. Siz katta bo'lsangiz kim bo'lmoqsiz, xudo xolasa? Yaxshi kasb. Hozir ko'pchilik shu kasbni egasi bo'lyapti. Kim bo'lmoqsiz katta bo'lsangiz? Doktor. Doktor. Hozircha sizga biz tomondan ish yo'qdir, doktor. Bundan so'rash apasning. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqsiz? Kelin. Bitta qarsagilar naymaylar. Kelin. Bu hafta kunlarni bekorga sanab. Kelin bo'ling iloyim. Mana shu opachingizga o'xshagan kelin bo'lasa, dahshat ekan bu qiz. Kuyovingiz ham tayindir hozircha. Kuyov bormi? Iloyim bo'lsin. Shu qizni baxtini onasimisiz? Ko'ring, shu qizni ham xudo xolasa to'ylari bo'lganda kelib xizmat qilish, davralarda kuldirish nasib qilsin. Odam nimani niyat qilsa shu niyatga yetkazar ekan. Yoshligimda niyat qilardim-da, odamlar meni ko'rsa-yu, men gapirmasam ham odamlar meni ko'rib kulaversadirdim-da. Shunaqa bo'lib qolar ekansiz. Mana boya ham chegaradan o'tib kelyapmiz. Mana boya kirib kelganimizda ham odamlar meni ko'rdi-yu, hali gapirganim yo'q, kulishyapti. Shunaqa bo'lib qolar ekansiz. Bir kuni ko'chada ketayotsam, bittasi bolasini kalaskada olib ketyapti bir ayol. Meni ko'rib, dedi-da. Haligi ayol kasal deb o'yladim oldiniga.